Do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim, bugun 2026-yil 24-iyul kuni bu eng yaxshi kun bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi ustozim Shavkat Miromonovning 69 yoshga muborak bo'lgan kuni bo'ldi. Shaxsan o'zim ertalabdan yurtboshim Shavkat Miromonovni tug'ilgan kunlari bilan tabrikladim Facebook sahifam orqali. Saida Shavkatovna ben ham tabriklagan ekan, o'sha bilan birgalikda men ham tabriklab Saida Shavkatovnaning tabrigini ulashdim. Shuning uchun bugun hozir mana soat Belorussiya vaqti bilan soat 4 bo'layapti. Biz o'g'lim Qilichov Og'abek bilan Belorussiya Государственный universitet, ya'ni Belorussiya iqtisodiyot universitetiga tibbiy kursdan o'tib, endi to'lov qilish, o'qishlar uchun imtihonlardan o'tish uchun boryapmiz. Mana Belorussiya shahrida bundan 1 soat oldin yomg'ir yog'di. Kun nihoyatda bahavo, salqin, zo'r. Mana bu ukamiz, otin kim Turkman uka? Nurmurod Turkman ukamiz, Turkmanistonning Mariy viloyatida Yandex haydayapti ekan, ham talaba, ham desa ishlayapti. Haloling bo'lsa, rahmat yana endi shu ukamga. Shuning uchun mana Belorussiya salqin, bitta kostyumda sovqotyapmiz. O'zimizda, O'zbekistonimizda esa kamida 40-45 gradus issiq do'stlarim. Shuning uchun mana Belorussiya Respublikasi min shahrida efirlar qilyapmiz. Endi biz kelgusida mana ishlarimiz yakun bo'lgandan keyin ertaga Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg, Moskva shaharlarida ham efirlar qilamiz. Aynan sizlar uchun boricha biz ko'rsatamiz. Mana ko'ryapsizlar, yomg'ir. Nihoyatda Belorussiya ob-havosi toza, yomg'irlarda chang yo'q va yomg'irda ko'k maysa, bir ko'klam endi kelgan. Vaholanki L oyi yakun bo'layapti do'stlarim. Shuning uchun mana ko'ringizlar, Minsk shahridan lavhalar qilyapmiz. Hozir biz Belorussiya iqtisodiyot universitetiga boryapmiz. Shahar oralab mana bu ukam bilan birgalikda mashinasida Yandex taksida ketyapmiz. Shuning uchun mana ko'rib boringizlar. Belorussiya davlati min shaharlarida tirbandlik yo'q. Tirbandlik qachon bo'ladi? Ertalab kechqurunmi? Tushunmadim mana. Tirband, probka. Probka yana 1 soatdan. 1 soat, meni bultur o'zim haqiqatdan ham shu Yandexda bir oy ishlaganman, kechqurun tirbandlik bo'ladi. 5-6 dan keyin va ertalab 8-9 ora tirbandliklar bo'ladi. Buni ko'rganmiz. Shuning uchun do'stlarim, hamma efirlarimiz sizlar uchun Belarusni hayotda ko'p ko'ryapmiz. Bu turkmanlar, o'zbeklar ko'proq Yandex sohalarida ishlayapti. Aynan bugun biz o'zimizning Semurx Group Bulta taksi parkida 10 ta o'zbek bo'libdi. Vodiydan bolalar ham yana ishlashga kelyapti ekan, bir 10 ta odam. Shuning uchun biz ko'pchilik bo'lganimiz ma'qul do'stlarim. Biz faqat Rossiya demasdan, ya Rossiyaning yonida Belorussiya davlati ham kelib ishlasak nihoyatda yaxshi bo'ladi. Sababi Belorussiya ham oylik Rossiyada ko'p bo'lmasa ham nihoyatda bir juda yaxshi davlat, nihoyatda yaxshi, xalqqa yaxshi, haqiqat birovning birov 1 kopeykasiga xiyonat qilmaydi. Oziq-ovqatlar do'konlarda narx-navolar nihoyatda arzon, sut mahsulotlari, qatiqlar deysizmi, go'sht mahsulotlari, shakar, non, hammasi nihoyatda sifatli, nihoyatda narxi arzon. Oylikka yarasha hamma narsani davlat o'zi boshqaradi. Shuning uchun do'stlarim, mana ko'ringizlar, yomg'ir yana yog'ayapti. Mana bunday ob-havoni qayerdan topasiz? Bunday ob-havoni topish juda qiyin. Shuning uchun mana ko'ringizlar, bu Minsk shahri, Belorussiya poytaxti Minsk shahridamiz. Shuning uchun do'stlarim, kuzatib boringizlar. Barcha efirlarimiz sizlar va sizlar uchun. Ko'p muxlislarimiz, obunachilarimiz o'z yaxshi fikrlarni yozayapti, rahmatlarini aytayapti. Biz qo'limizdan kelganicha mana ko'rsatib boryapmiz do'stlarim. Minsk shahriga kelmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Mana bultur men 2 oy yurib ketdim. Menga nihoyatda ma'qul kelgan. Shuning uchun men o'g'lim Qilichov Og'abek yakka yon o'g'lim ham o'qishga xudo xolasa topshirib o'qish istagida kelgan. Xudo kelgusi o'qishlar kirib olsa, men o'zim ham kelaman, yonida yurib yordam beraman va qo'limdan kelganicha shu bittagina o'g'limda eng yaxshi nufuzli
Belarusya lekin iqtisodiyot universitetida o'qishida to'lig'icha yonida bo'laman. Sizlar ham butun do'stlarim, vatandoshlarim Belarusya davlat universitetida xorijiy davlatdan kelgan fuqarolar uchun ham qabullar bo'layapti. Iqtisodiyot universitetida ham bu oktyabr-noyabr oyigacha qabullar bo'lar ekan. Kontrakt puli $3000 atrofida kontrakt puli. Suhbatdan o'tasiz. Bu savol javob qiladi, test savollarini beradi. Test savollari ham qiyin emas va sizning yozuv chizuvingiz pochurkingizga qarab o'zlari qabul qiladi. O'qisak eplab ketadimi, eplay olmaydimi deb shuning uchun baribir ham hozir rus tilini bilsa qabul qiladi va siz farzandingizni Belarusning eng nufuzli ekonomический universitetida o'qitsangiz bemalol bo'ladi. Shuning uchun do'stlarim, farzandlarimni o'qita olmadim chetlarda deb yurganlar degish odamlar bo'ladigan bo'lsa hech afsus nadomat qilmang. Mana kelingizlar, mana meni o'g'lim Qilichi Og'abek xalqaro iqtisodiyot universitet fakultetiga o'qishga topshirayapti. Shuning uchun do'stlarim, hammangizni mana ko'ringizda Belarusyaning Minsk shahridan lavhalar qilmoqdaman. Mana ko'ryapsizmi, trolleybus, avtobuslar hammasi nihoyatda bu yerda 1 minut ham kechikmaydi. 1 minut bitta teneka kechikmaydi. Hammasi joy-joyida, tramvaylar bor, avtobuslar joy-joyida, hammasi ro'yxatlar yozilgan. Hech kimni aldamaydi. Bitta narsani $100 astronomga otib qo'ysangiz, ertadan kelsangiz ham yotgan bo'ladi. Shuning uchun bu davlatni biz rosa ko'rganmiz, tekshirganmiz. Shuning uchun mana shu Minsk shahridan lavhalar qilmoqdaman do'stlarim. Shuni mana ko'ryapsizlar, Minsk shahrini nihoyatda bu avtobuslar ham nihoyatda uzun, katta. Bu yerda bitta bir yo'lovchining bitta yurishlik uchun 1 rubl. Bu degani bu $1ning 3dan 1. $1 3dan 1 bo'ladigan bo'lsa, chama shu 3350 so'm atrofida 1 rubl. Qolgan narsalar ham arzon, sifatli. Shuning uchun Belarusyaning Minsk shahrida mana lavhalar qilyapmiz. Mana bu yoqda so'q traktor zavoddan aqasimi nimasi ekanligini nima bo'lgan taqdirda ham Minskda mana yomg'ir yog'ayapti. Minsk shahrida do'stlarim bu Toshkentdagidek kameralar yo'q do'stlarim. O'zlari 3 oyoqqa onasonda qo'yib qo'yadi, lekin Minsk haydovchilari hammasi tartib qoidaga rioya qilib haydaydi. Hech kim ortiqcha Toshkentdagi obgon qilmaydi. Hamma tartib bilan haydab boradilar do'stlarim. Shuning uchun bularning jarimalari ham kam. Boricha sizlarni mana ko'rsatib boramiz. Minsk shahridan lavhalar qilyapmiz.